Assalomu alaykum, Zaman Begomuz YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, kanalimiz xush kelibsizlar akalar. Yana ish jarayonidamiz, xudo xolasa. Bugungi video syomkamiz Begomuz olishda nimalarga ahamiyat berish kerak, shu haqida bo'ladi. Kechagina bitta akamiz telefon qilib qolishib, akamiz ko'rib turishgan bo'lsa, xafa bo'lishmasin. Nimalarga ahamiyat berish kerak, shu akamizga ham tushuntirdik. Shu haqida hozir video syomka hammasini batafsil tushuntirib o'tamiz. Ko'rib turibsizlar, ish jarayonidamiz, xudo xolasa mana go'nglar tashlayapmiz. Farqni ham ko'rishlar mumkin. Mana bu yerda go'nglar bor, mana bu yerda chala yeyilgan begomizimiz. Hop, hozir sizlarga begomizimizni ham ko'rsatamiz. Qay holatda qanaqangi begomiz olish kerak, shu haqida ham batafsil ma'lumot berib o'tib ketamiz. Mana farqini ham ko'rishlar mumkin. Mana shu yergacha go'ng tashladik, bag'i turibdi, mana ko'rishlar mumkin. Yetishlarga bo'laklar olib qo'yganmiz, ustiga terib chiqamiz, 2 qavat qilib go'nglarni tashlayapmiz. Mana go'nglarni olib qo'yganmiz. Mana bu yerda mana go'nglarimizni yeb bo'lgan. Mana holatini qaranglar. Granula qilib tashlagan. Bu haqiqiy begomiz emas hozir. 80-90% yeyilgan begomiz, yana biror oy yeyilsa haqiqiy begomizga aylanadi. Mana ko'rish. Qorayib qop-qora begomiz bo'lib qolgan hozir. Mana ko'rishlar mumkin. Hozir haqiqiy begomiz sizlarga hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu yerda qopimizda olib chiqib qo'yganmiz. Ko'rsatish maqsadida bir dona qopimizdan olib chiqib, hozir ichkaridan skelatimizdan olib chiqib ko'rsatyapmiz. Ko'rishlar mumkin. Mana bunda salafan qoplaganmiz, chunki sifatini yo'qotmaydi bunda. Nami ham ketmaydi, qochmaydi. Nami ham bir xilda turadi. Shuning uchun salafan qoplab qo'yganmiz. Mana bu yangi qoplar ko'rishlar mumkin. 25 kilolik standart 25 kilo bo'ladi. Kilosi ham tushmaydi. Shunday salafani bo'lsa, mana haqiqiy begomizimiz mana holatini ko'rishlar mumkin. Mana qop-qora rangda turibdi, mana ko'rishlar mumkin. Begomizimizning holatini, sifatini mana shundan bilib olishingiz mumkin. Haqiqiy begomizni ushlab ko'rganingizda mana bir-biriga yopishish kerak. Mana ko'ryapsizlar, yopishyapti. Agar yopishmasa bu sifati u darajada bo'lmaydi, me'yorda bo'lmaydi. Mana bu haqiqiy me'yorga kelgan begomiz hisoblanadi. Ko'rishlar mumkin. Mayilligini 0.4 setkadan o'tkazilgan bunda. 0.5 emas. Ko'pchilik 0.5 dan o'tkazadi, biz 0.4 dan o'tkazamiz, mayin bo'lish uchun. Holatini ko'ryapsizlar. Mana shu holatda bo'ladi. Mana bir-biriga yopishyapti. Haqiqiy begomiz bir-biriga yopishishi kerak mana shunday holatda. Shunda sifati ham, namligi ham me'yorda bo'ladi. Shunda silang o'zi mana sekin-sekin titilib ketaveradi. Ko'rishlar mumkin. Birinchi o'rinda rangiga e'tibor beramiz, ikkinchi o'rinda hidiga e'tibor beramiz. Hidi ham go'yni hidi bo'lmasligi kerak. Begomiz o'zi hidi ham qolmaydi. Begomiz olishda shularga ahamiyat berasizlar akalar. Quruq begomiz olmanglar. Quruq begomiz effekti unchalik bo'lmaydi. Effekti kam bo'ladi. Ko'pchilik quruq begomiz tashlaydi, effekti bo'lmayapti deydi. Quruq begomizda effekt bo'lmaydi. Nami borida effekt bo'ladi. Sirazi effekt beradi nami bilan. Nami yo'q qurigan begomiz effekt bermaydi akalar. Beradi, keyinchalik e'tibor beradi. Suv tiyib, nam tiyib, sekin-sekindan beradi. Bu sirazi effekt beradigan narsa bu, nami bor begomiz. Ham namini ham bir xilda ushlab turadi bu nami bo'lsa. Shularga e'tibor berasizlar akalar. Xo'p, bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga begomiz kerak bo'lsa, yo telefonni o'lchami kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.